Assalomu alaykum, hurmatli Doktor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun yana sizlar bilan men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevna, bolalar gematologi va kardiorematologi. Bugun sizlar bilan gemorragik vaskulit haqida gaplashamiz. Ozgina kuzatuvchilarimizni ko'payib olishini kutamiz. Bemalol bu kasallik haqida sizlarni qiynayotgan savollar, yordam kerak bo'lgan masalalar bo'yicha yozishinglar mumkin. Bitta narsa inobatga olishinglarni juda ham xohlardim. Men bolalar shifokoriman va kasalliklarni, har qanaqa kasalliklarni bolalar muammolari bo'yicha murojaat qilishinglar mumkin. Albatta kattalar masalasi bo'yicha ham yo'naltirish berib o'tishim mumkin. Qayerqa, nima bo'yicha murojaat qilishinglar mumkin. Olmaotadan salom deb yozibdilar. Xursandman shuncha uzoq joydan bizani kuzatayotganingiz uchun. Hop, hammaga salom. Salomlar yo'llayapsizlar. Aktiv bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Hop, kelinglar mavzuni boshlaymiz. Bu mavzuni ochishimizga yana bitta sabablardan bittasi bu gemorragik vaskulit. Bu kasallik bilan og'rigan bemorlar bilishadi. Bu qanaqa darajada juda ham e'tibor talab qiladigan va albatta Alloh shifosini bersin hammaga, shifo topiladigan kasallik. Lekin internetda men bugun bitta videoni ko'rib qoldim va shu mavzuni yoritishga yana ham qiziqdim. Nimagaki tabiblarimiz tomonidan ham gemorragik vaskulitga davoyimiz bor, shifo beryapmiz deb murojaat qilishgan. Haytsa bu gemorragik vaskulit uyda davolanadigan kasallik emas. Nimaganligini hozir sizlarga podrobniy tushuntirganimdan keyin anglab olasizlar nega uyda davolash mumkin emas. Biz kasalxona sharoitida qanaqa davolaymiz. Hattoki ba'zi bemorlarimizni xususiy shifoxonada davolamaymiz. Nimaga? Bu kasallik sekin kechgani bilan volnoobrazniy tечение deb aytiladi, ya'ni to'lqinsimon kechadi bu kasallik. To'lqinsimon kechganligi sababli biz qaysi holatda qachon bemor og'irlashishini bilolmay qolishimiz mumkin. Bunga sabab bu qon tomir devori bilan bog'liq bo'lganligi. Hozir sizlarga tushuntirganimdan keyin bu qanchalik jiddiy kasalligini uyda davolash mumkin emasligini, albatta shifokor nazoratida shifoxonada davolanishingiz kerakligini tushunib qolasizlar. Hop, vaskulit. Vaskulit degani bu qon tomirlar devorini yallig'lanishi bilan kechadigan autoimmun proses. Ya'ni o'zimizni immun tizimimiz o'zimizni qon tomiriga qarshi kurashadi degani. Vaskulit bu umumiy guruh nomi, bu alohida bitta tashxis emas. Qon tomir devorini yallig'lanishi bilan kechadigan kasalliklar guruhining nomi hisoblanadi. Shuning uchun ham voy vaskulitdan tabibda bu bemor tuzalibdi, u bemor tuzalibdi degan narsalarga unchalik ham ishonmanglar. Nimaga? Ularda rezultat bo'lgan bo'lishi mumkin. Bular qanchadir muddat davomida davolanib yurib ularga borishgan va nimadir sabab bo'lib tuzalib qolgan. Oddiy teri shakli, ya'ni Shenlen genoxi mayda qon tomirlarda kechadigan vaskulitni turi bilan davolanib qolgan bo'lishligi mumkin. Lekin vaskulit tashxisini o'zi juda ham muhokamaga sabab bo'ladigan kasallik. Xo'p, hozir aytganimdek, vaskulit bu umumiy guruh bo'lganligi uchun u qon tomirlarni razmer bo'yicha, ya'ni yirik qon tomirlarda kechadigan vaskulit bor, o'rta qon tomirlarda va mayda qon tomirlarda. Bu vaskulit ham arteriyalarda, ham venalarda kechadi. Masalan, katta qon tomirlarga bu arteriya va vena. O'rta maydalarga vena, venula, arteriya, arteriola, kapillarlar, mayda qon tomirlarga kechadigan vaskulit bu o'sha hozir aytib o'tganimdek mayda kapillarlarda kechadigan, ya'ni Shenlen genoxi bu bizning O'zbekistonda va bolalar orasida eng ko'p uchraydigan kasallik turi hisoblanadi. Qaysi qon tomir jarohatlanganligiga qarab kasallikni turi, tashxisi turi
bemor og'irligi, darajasi, shakli va uni kechishi aniqlanadi. Bunda o'sha qon tomiri qay darajada jarohatlanganligiga qarab tashxis bilan birgalikda davolash chorasi ham aniqlanadi. Kelaylik biz sizlar bilan hozir bemorlarning ichida eng ko'p uchraydigani, ya'ni o'sha mayda qon tomirlarda kechadigan Shenlen-Genoxa kasalligi haqida gaplashamiz. Shenlen-Genoxa bu mayda qon tomirlar devorining yallig'lanishi natijasida qonni tarkibidagi qonni suyuq qismini qon tomir devoridan o'tib terini ostiga to'planishi natijasida hosil bo'ladigan toshmali, ya'ni gemorragiyaligi aytiladi. Bunda organizmda autoimmun proses qanaqa rivojlanadi? Ya'ni organizmga virus kirdimi, bakteriya kirdimi yoki allergen oziq-ovqatlarni bir vaqtda o'zida ko'p miqdorda iste'mol qilish. Ko'pincha o'sha bolalarda yangi yilda, hayitda, to'y arafasida shunaqa katta bazmlardan keyin ko'p uchraydi. Ham tug'ilgan kunlarda ham. Bolalarda ko'pincha bu qanaqa klinik belgilar bilan kechadi. Bunda ham hozir aytib o'tganimdek kasallikning shakliga bog'liq. Masalan, teri shakli. Teri shaklida faqatgina toshmalar kuzatiladi. Toshmali xarakterli belgisi simmetrik, ya'ni ikkala qo'lda, ikkala oyoqda, dumba sohasida, bel sohasida, yuzda, quloqlarda kuzatiladi. Lekin tana qismida faqatgina atipik holatda 100 ta bemordan bitta bemordagina uchrashi mumkin. Nimaga? Nimagaki toshmali ichki organlarga toshgan bo'ladi tana qismida. Boshqa holatlarda qo'l, oyoq, dumba, bel va bunda shuni aytib o'tishim kerakki, kiyimni qisgan qismi, ya'ni oyoqdagi noskilarni o'rni, belda ishtonlarni o'rnida o'sha qisgan rezinka ободокdagi bo'lib toshadi. Hop, toshmani xarakterli belgilaridan bittasi bosib ko'rib qo'lni yurg'izganda toshmali yo'qolmaydi. Teridan ko'pincha bo'rtib chiqmaydi, faqat og'irroq holatlardagina juda ham ko'p miqdorda teridan bo'rtib chiqqan holatda ham kuzatiladi. Ko'karishlar bilan, kuchli qizarishlar bilan, siyoh rang sifon ko'karishlar bilan kechadi. Yana xarakterli boshqa allergik toshmalardan yoki teri tanosil kasalliklaridan farqi toshma qichimaydi. Faqat allergik vaskulit bor, ana unda qichishi mumkin. No gemorragik vaskulitda mana o'z nomi bilan gemorragiya, ya'ni qon quyilishi bilan kechadigan toshma bo'lganligi uchun ham bizada qichishish kuzatilmaydi. Ham ko'pgina bemorlar hozir Coxsackie kasalligi bemorlar orasida, bolalar orasida ko'paydi. Bilayotgan bo'lsanglar, bog'cha, maktabga boradigan farzandlaringiz bo'lsa, Coxsackie kasalligi juda ko'p insonlarda toshdi. Coxsackieni ham ko'pincha gemorragik vaskulit bilan adashtirishadi. Hozir kommentariylarga birroq qarab o'taman. Assalomu alaykum doktor. Aritmiya kasalligi tuzalib ketadimi? Aritmiya nima uchun 2 marta operatsiya qilingan? Yana shunaqa bo'lishi mumkinmi? Shunaqa bo'libdi, operatsiya tuzatish mumkinmi? Xo'p, aritmiya mavzusi ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu mavzuni ham alohida olib chiqamiz, chunki bu aritmiya mavzusini o'zi, aritmiya turini o'zi juda ham ko'p. Sizlarda operatsiya o'tkazgan bo'lsanglar, demak qo'shimcha impuls chiqadigan joy aniqlangan. Shuning uchun ham sizlarda operatsiya o'tkazilgan. Shuning uchun sizlarda 2 marotaba operatsiyadan keyin ham aniqlanayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, men gapirishda davom etaman va sizlardan reaksiyalar kutib qolaman. Tushunarli bo'lyaptimi? Bu kasallik bilan kasallangan yaqin insonlaringiz bo'lsa, ularga ham bu haqida ma'lumotni berib qo'yinglar, что hozir ularda imkoniyat bor o'z savollariga javob topish va kerakli to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lishsa, bizani shu 1 soat davomida kuzatilsa, albatta ancha-muncha ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Hop, kasallikni davom ettiramiz. Chunki bu kasallikni hozir turini sizlarga to'liq tushuntirib o'tsam, uni davolash taktikasi ham, uyda davolash mumkin yoki yo'qligini ham
tushunib olasizlar va tabiblarga murojaat qilishdan oldin albatta shifokorlarga murojaat qilish kerakligini tushunib yetasizlar. Hop, keyingi shakl bu bo'g'im shakli. Bo'g'im shakli bu organizmimizda suyaklarimizni bir-biriga ulangan joylari bor. Mana shu bo'g'imlarimizni har bittasida yallig'lanish protsessi bo'lganligi sababli shishlar kuzatiladi. Qo'l barmoqlari, bilak sohalarida, tirsak sohalarida, yelka sohasida, umurtqa pog'onasida ba'zi bemorlarimizni ko'zlari, quloqlari shishib chiqadi, burnilari shishishi mumkin. Shu aytib o'tganimdek, umurtqa pog'onasida har xil joylarda shish bo'lganligi sababli travmatologlarga murojaat qilishadi. Chunki bunda og'riq xuddi singandagi kuchli og'riq bergani uchun bemorlarning harakatlanishini cheklaydi. Harakatlanish cheklanganligi sababli bu kichkina bolalarda kuzatilgani uchun ko'pincha bog'chada yoki ko'chada, maktabda yiqilib tushdimi deb birinchi murojaat qilishadigan shifokorligi bu travmatolog, ortopedlar hisoblanadi. Ularga murojaat qilishganda ko'pincha bizaga gips langeta bilan kelishadi va biz rentgen qog'ozlarini so'rab, ularni tekshirib, singan joylari yo'qligini, hech qanaqa treshinalar yo'qligini isbotlaganimizdan keyingina biz bu gips langetalarni yechamiz. Keyingi turlardan biri bu qorin shakli. Qorin shaklida bolalarda kindik atrofida kuchli og'riq berganligi uchun bir nechta xirurgik kasalliklar bilan adashtirishadi. Bulardan bittasi appenditsit. Appenditsitda bilasizlar, bolalar aniq joyini ko'rsatib bera olmaydi. Qatida bolalarda og'riq ketyapti. Shuning uchun ham ular kuchli og'riq kuzatilganligi sababli xirurglarimizga murojaat qilishadi. Xirurglarga murojaat qilishganda unda hali toshmalar paydo bo'lmagan bo'lsa, albatta kasallikni aniq tashxisini aniqlash qiyin bo'ladi va appenditsit tashxisi bilan operatsiyadan keyin bizaga kelgan bemorlar ham kam emas, anchaginani tashkil qiladi. Bundan tashqari krona kasalligi bor. Krona kasalligi bu o'rta qon tomir devorlarining yallig'lanishi bilan kechadigan og'ir tashxislardan bittasi hisoblanadi. Bu ham vaskulitda bitta turi hisoblanadi. Bunda appenditsitni bemori ochishgan va bunda ichinglarda ketayotgan vaskulit toshmalarni ko'rib, bolezn krona tashxisini qo'ygan holatda ham bizaga kelgan bemorlarimiz bor. Yana keyingi shakllardan biri bu buyrak shakli. Buyrak shaklida biz qaysi tashxislar bilan differensiatsiya qilishimizga to'g'ri keladi? Bu siydik yo'llari infeksiyasi, sistit, pielonefrit, nefrit, ko'pincha buyrakdagi ketishgan vaskulitda oqsil aniqlanmaydi. Boshqa buyrak muammolaridan farqli o'laroq bizada oqsil aniqlanmaydi. Yengi o'zgarmagan yoki o'zgargan qon elementlari, ya'ni eritrositlar paydo bo'ladi. Katta miqdorda leykositlarni ajralishi ham bu o'sha buyrak shakli og'ir shakllardan biri. Hozir qorin shaklida aytib o'tmadim. Qorin shakli ham juda ham og'ir shakllardan bittasi hisoblanadi. Nimaga? Og'ir shakllardan bu ko'p miqdorda qusish, ich ketishi, bu qusish, ich ketishi ko'pincha qon aralash kuzatiladi. Mana bu holatda ham infeksionniga tushib qolishadi. Bemorlarimiz yuqumli kasalliklar shifoxonasiga murojaat qilishadi. Bilasizlar, bizada qusish, ich ketishlar asosan infeksion kasalliklarga bog'lanadi va tashxis adashgan holatda infeksion kasalliklar shifoxonasiga bolalar og'ir ahvolda tushishadi va u infeksiyaga qarshi davolanish paytida gemorragik vaskulitda og'irlashishi kuzatiladi. Toki toshma paydo bo'lmaguncha. Toshma paydo bo'lgandan keyin albatta gematologlar oldin davolashardi. Hozir kardiorematologlar o'tgan. Sababi bu sistemalik kasallik bilan bog'liq bo'lganligi sababli. Gemorragik nima degani u deb yozishibdi. Gemorragik degani qon tomir devorida yallig'lanish bo'lganligi sababli qonni tarkibidagi
qonni suyuq qismi ya'ni plazmani teri ostiga ko'tarilishi qon bilan bog'liq degani. Shuning uchun ham bu gemorragik vaskulit deyiladi. Xo'p, shunaqa nomidan kelib chiqib qiziqqan kuzatuvchilarimizga rahmat. Assalomu alaykum doktor. Qo'qondan salom. Meni qo'lim, barmoqlarim, kaftim bilan og'riydi. Xo'p, bu shikoyatingizga ko'ra bo'g'imlarda og'riq kechayotganga o'xshaydi. Bu og'riqni qaysi aynan barmoqlarni qaysi qismida, qaysi falangalarda deymiz, qaysi qismida og'riq kechayotganligi, og'riqni vaqti, ertalabgimi, obeddan keyingimi, tungimi, bu hammasi rol o'ynaydi. Shuning uchun sizga kardiorematologga murojaat qilishingizni so'rayman. Savoli borlar, savollaringlarni yozib qoldiravering. Orada sizlarga qarab o'taman va javob kerak bo'lsa javob yozib etib o'taman. Bo'lmasam oxirida savollarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, tanishlaringlar orasida menimcha gemorragik vaskulit bilan davolanayotgan yoki kasallangan tanishlaringlar yo'q menimcha. Shuning uchun ham aktivlik ko'rmayapman sizlarda. Assalomu alaykum doktor. Gemorragik insult bo'lgan bemorni necha kunda turasam bo'ladi? Kunda turg'izsam bo'ladimi? Shu savolingizga tushunmadim. Gemorragik insult bu asosan bemorlar og'ir holatda bo'ladi va reanimatsiya nazoratida lecheniya qilinadi. Bu uzoq muddat reabilitatsiyaga muhtoj bo'lgan bemorlar hisoblanadi. Javob uchun rahmat deb yozib qoldirishibdi. Sog' bo'ling, Alloh shifoyi komil bersin. Hop, davom etamiz. Endi gemorragik vaskulitni qanaqa qilib aniqlashimiz mumkin? Birinchi o'rinda shifokorga murojaat qilganinglarda anamnez, ya'ni kasallik nimadan keyin kelib chiqdi. Hozir sizlarga aytib o'tganimdek, bu virusdan keyinmi, bakteriyadan keyinmi yoki-da bir vaqtda o'zida ko'p miqdorda allergen moddalarni iste'mol qilishdan keyinmi? Ba'zi insonlarda preparatlar, ayniqsa qaysi preparatlarki qon tomir devorini yallig'lanishiga olib keluvchi kuchli allergiya. Bu allergiyaning 3-tipi bo'lgani uchun 3-tipiga sababchi bo'ladigan preparatlarni fonida, vaksinalarni fonida ham kelib chiqishi mumkin vaskulit. Shuning uchun shifokorga murojaat qilganinglarda birinchi bo'lib anamnez yig'iladi. Bolani tug'ilganidan to hozirgi paytigacha o'tkazgan kasalliklar albatta ko'rib chiqiladi. Chunki autoimmun prosesmi surunkali kasalliklar rol o'ynaydi. Men asosan urg'uni beraman surunkali kasalligi bor bemorlarga. Kasallik qancha vaqtda tuzaladi deb yonimga kelgan bemorlar birinchi bo'lib beradigan savolligi shu. Bu ularning organizmiga bog'liq. Nimagaki sizlarda organizmda kechayotgan proses necha yillik. Mana hozir aytganimdek surunkali kasalliklar. Surunkali kasalliklarga nimalar? Yuqori nafas yo'lida uchraydigan, pastki nafas yo'lida uchraydigan, oshqozon ichak kasalliklari, oshqozon ichak traktida uchraydigan surunkali kasalliklar, siyduv yo'llarida uchraydigan kasalliklar yoki jinsiy yo'llarda, endokrin sistemadagi kasalliklar, bularning hammasi kasallikni kechishiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib kelgan bemorga aytolmaymiz, sizni kasallingiz bir haftada, sizniki 10 kunda yoki bir oyda yoki bir necha oyda tuzaladi deb aytolmaymiz. Har bitta kelgan kasallik o'z organizm, har bittasida individual. Shuning uchun ham biz oldindan buni aytolmaymiz. Masalan, yengil shaklda faqatgina teri shaklida kelgan kasalligi birdaniga tez rivojlanib ketib og'ir ko'rinishga kelishi mumkin. Yoki og'ir holatda kelgan kasallarimiz tez yaxshilanishi mumkin. Bu o'sha aytayotganimdek organizmda kechayotgan qo'shimcha kasalliklarga bog'liq. Va bu kasallikda hamma qo'shimcha kasalliklarga ham har qanaqa dori preparatlari mumkin bo'lavermaydi. Bunda biz juda ham dori tanlashda ehtiyotkor bo'lamiz. Va kasallikni davolayotganda o'sha birinchi bo'lib tashxis anamnezdan keyin biza laborator tekshiruvlar ham sizlar hozir aytib o'tganimdek qo'shimcha kasalliklarga juda ham bog'liq bo'ladi, sizlarda ketayotgan yondosh kasalliklarga.
Undan keyin kerak bo'lsa instrumental, ya'ni xalq tilida aytganda apparatlarga tushirib deysizlar-yu. Shunaqa apparatlarga tushirish kerak bo'ladigan bo'lsa, tushirgan holatda tekshiramiz va kasallik yotoq tartibiga o'tkaziladi. Yotoq tartibiga o'tishiga sabab bunda qon tomirlar devorligini mustahkamligi buzilgan bo'ladi. Sizlar tushunishingiz uchun bemorlarimga o'zi odatda chizib, tushuntirib, yozib, tushuntirib beraman. Sizlarga oddiy xalq tushunadigan qilib aytadigan bo'lsam, hammani uyida suv sepish uchun shlankamiz bor, to'g'rimi? Uni o't beti teshilib qolsa, bilasizlar, suvni yoqsanglar, o'sha yerdan tomchilab chiqishni boshlaydi. Biza suv sepamiz deb bosadigan bo'lsak, o'sha teshichalardan fontan bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Qon tomiri ham faraz qiling, xuddi o'sha shlankangiz teshilgandagi hamma joyi ilma teshik bo'lib ketdi. Bunda bola oyoqqa turadigan bo'lsa, gemorragik vaskulit bilan kasallangan bemorlar birlashadi. Bitta ikkita toshma paydo bo'ldimi, keyin butun oyog'iga tezlikda toshib ketadi, to doktor yurib tashxisi aniqlab olgunligicha. O'sha oyoqligiga turganida xuddi biz o'sha shlankada suv sepishi uchun bosgan effektni beradi. Bosganda fontan bo'lib suv chiqqanidek, qon tomirlardan qonni suyuq qismi, ya'ni plazma teri ostiga ko'tariladi. Shunaqa qilib toshmalar juda ham tez tarzda rivojlanadi. Biza yotoq tartibi berganimizda bunda o'sha qon tomir devoriga bosim bo'lmasligi uchun yotoq tartibi beramiz. Bu yotoq tartibini saqlab berish ota-onalar tomonidan bizaga beradigan eng katta yordamligi hisoblanadi. Keyingi lichinamizda bizada muhim rol o'ynaydigan narsa bu bolalarni yeb ichishidagi qonun qoidalar, ya'ni dietamiz. Dietamizani maxsus biza bolani holatiga qarab nimalar mumkin emas aytib o'tamiz. Sizlarga hozir buni ko'z oldingizga keltirish uchun, bu qanaqa jiddiy kasalligini ko'z oldingizga keltirish uchun aytib o'taman. Qaynatib sovutilgan suv, kullerdan suv ichishadi ko'pchilik, bunga ham ruxsat beramiz. Ko'k choy, brizon albatta 95 ichib, ba'zi bemorlar davleniyalari tushib ketmasligi uchun brizon tavsiya qilamiz. Hech qanaqa napitka, soklar, gazli suvlar, даже qora choyga ham ruxsat bermaymiz. Yeydigan narsaligi boshlanishiga guruch qaynatmasi tavsiya qilamiz. Mana risovый atvar deymiz, ichib ketganda bolalarga infeksion kasalliklarda beradigan. Shunaqa risovый atvar beramiz, hattoki boshida tuzsiz beramiz. Tuzsiz holatda ichishlarini tavsiya qilamiz. Yumshoq nonlarni taqiqlaymiz. Uyda buxanka non deymiz, seri buxanka non, ana o'shanda men aytaman, bolalarning tishlari nozik bo'lgani uchun mayda qilib kireshkidagi mayda qilib to'g'ranglar, chiroyli upakovkalarga solinglar deyman, чтобы bolalar olib maza qilib yeyishlari uchun. Chunki ularni yeb ichib yurgan bolani birdaniga dietaga o'tkazib qo'yganinglarda ularga bu ham bitta stress. Stress ham bu gemorragik vaskulitni kuchaytirib beradigan omillardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun bolalarni qiziqtirib, oldilarida albatta onalarni olib qolamiz. Bola necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar yonlarida albatta onalarning parvarishiga muhtoj bo'lishadi. Guruch qaynatmasi tavsiya beramiz. Keyin kunma-kun sekin pyure, olma, go'sht ham qo'shganimizda ikkinchi, uchinchi bulyonida deb aytamiz. Ya'ni bir marta qaynatib to'kib yordinglar, ikkinchi marta qaynatdinglar, unisini ham to'kib yordinglar, uchinchisida va undan keyingina oldiga shu guruch, kartoshkalarga ruxsat bergan bo'lsak, kartoshka qo'shamiz. Shunaqa qilib sekin-sekin etapma-etap kunma-kun dozalagan holatda ovqatga qo'shamiz. Endi faraz qilib ko'ringlar, bu bolalar qanaqa qilib uy sharoitida davolanishi mumkin. Laborator tekshiruvni aytib o'tdim. Mana shu yotganlarda, bemorlarda biza kindiy atrofidan qon suyultiruvchi preparatlar, mana hamma biladi. Covid paytida hammalar Kliksan, Geparin, Froksiparin, har xil qon suyultiruvchi preparatlardan foydalandinglar. Necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar bu kichkinagina bolajonlarga biza ham Geparin qilsak 4 mahal, 3 mahal yokida Kliksanlardan foydalansak 1 mahal foydalanamiz va bunda nima xavf bor? Qon kundan kunga quyulaveradi. Biza dozani oshirib boramiz.
lecheniya fonida ham qon tinimsiz quyilishga sababchi bo'ladi va bilmaysiz qaysi payt o'z-o'zidan bolada qon suyulishi. Chunki bu dori fonida suyultirilyapti. Birdaniga organizm unga suyulish bilan javob berishi mumkin. Mana shunaqa bemorlar uy sharoitida qanaqa qilib davolanishligi mumkin. Biz ulardan har kuni barmoqlardan время сёртывания крови, necha kundadir bir koagulogramma tekshiruvini o'tkazamiz. Har kuni buyragiga asorat bermayaptimi deb peshob tahlili o'tkazamiz. Agar bolada abdominal formasi kuchli ketayotgan bo'lsa, ya'ni qorin shakli kuchli ketayotgan bo'lsa, bolada qon bilan qusish, qon bilan ich ketish kuzatilayotgan bo'lsa, biz ularga masalan qon quyultiruvchi, qonni to'xtatish uchun qon quyultiruvchi preparat qila olmaymiz. Nimaga? Chunki o'zi bemor qon suyultiruvchi preparat olyapti. Qonni to'xtatish uchun yana qon quyultiruvchi preparat qilish ham bu lecheniyaga qarama-qarshi lecheniya bo'lib qoladi. Biz bu holatlarda plazma quyishgacha ham boramiz. Shuning uchun ham bunaqa bemorlarni uyda olib o'tirib, uyda davolash mumkin ekan deb har xil Instagram, YouTube'da chiqayotgan videolarga asoslanib uyda davolashga, ayniqsa aytdim, bu allergiyani 3-tipi ham hisoblangani uchun dori vositalariga ehtiyot bo'lishimiz kerak deb. Tabiblarimiz bizada asosan nimadan foydalanishadi? Giyohlardan foydalanishadi. Ba'zi bemorlarda aynan shu giyohlarni o'ziga qarshi kurashish boshlanadi. Chunki bizada autoimmun proses, immunoglobulin A o'zimizni qon tomirimizga qarshi o'zi kurashyapti. Bu holatda biz qo'rqamiz, bitta yot narsani, hatto oziq-ovqatni berishga qo'rqib turgan paytimizda giyohlar bilan davolashga to'g'risi juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, biza keyin asosiysi dori preparatlarga o'tamiz. Dori preparatlari ham hozir aytganimdek, kasallikni shakliga, turiga, kechishiga, bolani yoshiga, qo'shimcha kasalliklari, buni ba'zi bemorlarda qandli diabet kasalligi bor, to'g'rimi? Ba'zi birlarda endokrin sistemasida o'zgarish, gormonal o'zgarishlar bor bemorlarimiz bor. Oshqozon ichida hamma preparatlarni ham qabul qila olmaydigan bemorlarimiz bor. Buyrakda tug'ma nuqsoni bor bemorlar bor. Buni har bittasini inobatga olgan holatda biza lecheniyani tanlashimizga to'g'ri keladi. Asosiy lecheniya nimaga qaratiladi? O'sha qon tomirlar devorini yallig'lanishini bartaraf qilishga, qon tomirlar devorini butunligini saqlashga, yallig'lanish o'choqlarini kamaytirishga va organizmdagi intoksikatsiyani yuvishga, o'sha o'z-o'zidan ketayotgan autoimmun immun tizim o'zimizga qarshi kurashayotgan holatda pasaytirishga qaratilgan lecheniya bo'ladi. Sizlardan aktivlik ko'rmayapman, shuning uchun yozib yuboringlar, ovoz eshitilishi yaxshimi? Kasallik mavzusi sizlarga yaxshimi yoki qo'shimcha qaysidir mavzuda davom ettiraymi? Sizga rahmat deb yozibdilar. Hop. Sizga doktorlar ko'paysin, doim sog' bo'ling deb yozibdilar. Rahmat kattakon. Shu kuchli yallig'lanishlarni qanday yo'qotsa bo'ladi? Ustozi, meni qizim 10 yosh, 3 yildan beri vitiligo kasali bor. Har narsa qildik, tuzalmadi. Har xil yurtga, qurtgami tozalovchi qurtga tozalovchi dorilar ishlatdik. Tabiiy ham bu farzandingizga ketayotgan vitiligani to'g'ri yondoshibsiz. Bunda surunkali yallig'lanish o'choqlarini topib davolash bu juda ham to'g'ri yo'l hisoblanadi. Mana siz ahamiyat beryapman, ichinglaridagi qurtlarga qarshi ham davolanibsiz, lekin bitta narsani inobatga olinglar. Oshqozon ichigida qanaqadir gijjalar, qanaqadir mana xalq tilida aytganda qurtlar deyiladi. Qurtlarga qarshi kurashyapsizlarmi? Lekin oshqozon ichidagi yallig'lanish, ayniqsa o't qopini yaxshilamasanglar foydasi yo'q. Nimaga? Sizlar ular yashab ko'payishiga
mos sharoit yaratasizlar. Agarda sizlar oshqozon ichidagi yallig'lanishlarni ham bartaraf qiladigan bo'lsanglar, gijja o'z-o'zidan rivojlana olmaydi. Ya'ni gijjalar asosan ingichka ichakni boshlang'ich qismida, ya'ni 12 barmoqli ichakga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bolalar ko'pincha kindiy atrofini ko'rsatadi gijja bilan og'riganda. Agar o't qopidan o't yetarli miqdorda tushib tursa, etda hech qanaqa gijjalar rivojlana olmaydi. Shuning uchun faqat gijjalarni yo'qotishga, ularni tushirishga kuchinglarni ketkazmanglar, oshqozon ichakni ham qo'shib davolanglar. Ana o'shandagina natijaga erishasizlar. Xo'p, vitiligo masalasiga keladigan bo'lsak, bunga sabab juda ham ko'p narsalar sabab bo'ladi. Agar Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsangiz, bizani klinikaga murojaat qiling. Qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Ideal Med klinikasi bosh shifokoriman. Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bitta yangi qo'shilgan insonlar bor. Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevni bolalar gematologi va kardiorematolog, shu o'rinda pediatrman. Ideal Med klinikasida ish faoliyatim hozir davom ettiryapman. 15-16 yildan beri bolalarga salomatlik ulashish bilan shug'ullanaman. Shu hozir aytib o'tganimdek, davo choralarini sababini topib davolash bilan shug'ullanaman. Vitiligo masalasida o'sha klinikaga kelsangiz, hozir albatta uzoq sizga javob bera olmayman. Bu masalani yoritishga harakat qilaman. Yuzma-yuz o'tirib, farzandingizni ko'rgan holatda umumiy holatini baholashdan kelib chiqib, qo'ldan kelgancha yordamimizni ayamaymiz. Xo'p. Rahmat, Azamat Ali Muhammedov yozibdilar. Sizda farzandlarimiz sog'ayib ketgan. Sizga katta rahmat. Xulkarxon Rustam Hajjayevni debdilar. Rahmat, mana o'zimni bemorlarim ham topib olishibdi primoy efirdan. Kattakon rahmat. Sayyora begim, menga javob bermadingiz debdilar. Hozir tepaga qaytib savolingizni o'qiyman, albatta javob beraman. Ustoza, miyada yallig'lanish kuzatilibdi. Mani qarindoshimda. Unga nima qilsak bo'ladi? Miyada yallig'lanish deganda biz asosan meningit tushunamiz. Menimcha shuni nazarda tutyapsiz. Meningit kasalligini meningokok qo'zg'aydi va bunda faqat infeksionist shifokorlar yordam beradi. Uni albatta asoratga olib kelmaslik uchun o'z vaqtida davolash va undan keyin uzoq payt reabilitatsiya qilish kerak bo'ladi. Befarq bo'lmanglar. Yaxshi infeksionist shifokorda davolatinglar va o'sha miyadagi yallig'lanishni orqa miya suyuqligini olib, tekshirib, bolani holatini baholashadi. Assalomu alaykum. Men 4 oylik homiladorman. Bola zich deb aytdi. Uziydi. Bu xavflimi? Zich deganlariga tushunmadim, to'g'risi. Tonusda demoqchisiz shekilli. Tonusga ko'p narsa sababchi bo'ladi. Siz o'zingizni qanaqa his qilishingiz, masalan, ba'zi ayollarimiz homiladorlik paytida depressiyaga tushishadi. Har qanaqa narsa ularni ta'sirlantiradi. Kimdir yig'loqi bo'lib qoladi, kimdir asabiy bo'lib qoladi. Bundan tashqari siz o'tkazgan kasalliklar sababchi bo'ladi va ba'zi insonlarni, mana ishlaysizlar, ba'zi ayollar o'sha ishga borib kelishdagi tug'iladigan qiyinchiliklar, ya'ni tonusda yurasizlar, poshna tuflilarda ko'p harakat qilasizlar, og'ir ko'tarasizlar. Bularning hammasi homilada rol o'ynaydi. Albatta sizni holatingizni o'zingni o'zi bilan baholab bo'lmaydi. Ginekologga murojaat qiling. Ginekolog albatta pay pastlash va kresloda ko'rish bilan holatingizni baholab, kerak bo'lsa bolani saqlash uchun shifoxonaga yotib davolanishingizni tavsiya qilishadi. Ovoz yaxshi kelyapti deyapti. Sizga rahmat. Sizda davolanganmiz. Sizni nomeratingizni bilamiz debdilar. Gulnora Ali Muhammedova, rahmat kattakon. Salom maslahatingiz uchun debdilar. Xo'p, Sayyora begimning savollariga bitta o'qib javob berib olish uchun tepaga ko'tarilaman. Xo'p, savollari: ko'krak qafasimda travma oldim. Qanday davosi bor? Oldindan rahmat. Shu sabab davleniyam ko'tarilib ketyapti. Yana rahmat debdilar. Xo'p, ko'krak qafasidan olgan travmangiz
nima qaysi organga asorat berdi. Ko'krak qafasida bir nechta organ bor, ya'ni mana o'pka, yurak, ko'ks oralig'i va ko'krakda mana diafragma ajratib turadi qorin bo'shlig'idan. Diafragmadan tepada bizada bor oshqozon osti bezi, jigari ma'lum qismi. Shuning uchun ham biza qaysi qismingizda aynan travma oldingiz va bu travma ko'krak qafasi butunligiga ta'sir ko'rsatdimi, umurtqa pog'onalaringizdami jarohat yoki ya'ni umurtqa pog'onasi ko'krak qismi bor. Aytdimi? Chunki umurtqa pog'onasidagi disklarni orasini qisqarishi nerv tizimiga og'riqli beradi. Ko'krak qafasidagi travmada qaysi organ jarohatlandi, qaysi organda aynan qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, qo'rg'a ravog'larida sinish bormi, ezilish bormi? Bu oddiy bitta jumla bo'lgani bilan juda ham ko'p narsalarni ko'rib chiqishga sababchi bo'ladigan narsa va sizni arterial davleniyingizni oshishiga sabab bo'layotgan narsa bu og'riqqa o'zi ham bo'lishi mumkin. Og'riqqa o'zi ham yoki nerv tizimini jarohatlanishi ham arterial davleniyani ko'tarilishiga yoki yurakdagi taxikardiyalar, yurakni faoliyatini buzilishi, bularni hammasi sizda davleniyaga sababchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Asl sababini topish kerak oldin. Aynan qaysi sohada. Menimcha tushuntira oldim sizga. Travma bilan menimcha travmatologda davolanasiz. Qo'shimcha o'sha ko'krak sohasidagi travma bo'lgan organni ham shifokorga murojaat qilish. Masalan, yurak jarohatlangan bo'lsa, kardiologda davolanishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, kasallikni davom ettiramiz. Rahmat opa, juda oddiy, xalqona javob berasiz ekan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat kattakon. Zilola Azimova. Oxirigacha ham kuzatsangiz yana xursand bo'lamiz. Xo'p, davom ettiramiz. Davo choralarini davom etyapmiz. O'sha ovqatlarni tushuntirdim, yotoq tartibi va dori preparatlari. Va dori preparatlarini ham biz tavsiya qilganimizda uni o'zini ma'lum buncha kun deb aytmaymiz. O'sha tabibimiz aytdilarki, 5 oydan beri gormonda yurgan ekanlar dedilar. Endi ularda o'zi asosiy tashxis nima? Nega gormon preparatida buncha uzoq muddat qolib ketganlar, buni bilmayman. Balki bemorlarimiz tomonidan qo'yiladigan xatoliklar bor. Shifokorlar yozib beradi, bunaqa preparatda muncha mamnaqada mamuncha kun iching va 1 oydan keyin yoki 10 kundan keyin yoki 15 kundan keyin qayta ko'rikka keling deb aytiladi. Mana shu joyda biz bemorlarimizni yo'qotib qo'yamiz. Aytgan kunda yoki kelishmaydi, ishlari chiqib qolgani uchun yoki bolani holati yaxshilangani uchun yaxshi yuribdi, yana ozgina ichsin, keyin olib borarman deyshadi yoki oilaviy sharoit. Keyin bundan keyin hozir hamma narsa mablag'ga borib taqaladi. Shifokorga borganingizda o'tgan safar ham aytdim, biz laborator yoki instrumental tekshiruvlarni so'raymiz. Bu albatta sizlarni foydanglar uchun, sizlarni foydanglarni ko'zlagan holatda biz qo'shimcha tekshiruvlarni tavsiya etamiz. Albatta bu mablag'ga bog'liq. Mablag' yetarli bo'lmasa, ota-onalarni tushunamiz. Qo'shimcha tekshiruvlarni bizga qilib berish olmaydi. Shu paytda bizani ham o'z shifokoringizni do'st deb biling va sharoitingizni tushuntiring. Doktor, mana shu paytda hozir men mana shu tekshiruvlarni qila olmayman. Sizga mana shuncha vaqt ichida kela olmayman. Nima tavsiya berasiz desanglar, biz sharoitni yengillashtirish maqsadida keling, bu klinik belgilarga asoslangan holatda shu laborator tekshiruvini qila olmasak, keling mana bunaqa yondoshamizni boshqa yo'lni qidiramiz. Agar yo'q, shu tekshiruvni qilmasak bo'lmaydigan holatlar bo'lsa, aytamiz, imkon qadar qilib beringlar buncha vaqtda deb so'raymiz. Shuning uchun ham sizlar shifokoringlar bilan do'st bo'linglar. Biz sizlarni to'g'ri tushunamiz, to'g'ri yondoshishga harakat qilamiz. Ba'zi holatda tekshiruvlar aynan faqat siz uchun bo'ladi. Nimaga? Biz klinik belgi bilan ham tashxisni qo'yamiz. Ba'zi tashxisga gumon qiladigan ota-onalar bor. Misol uchun analiz tahlillari bilan yoki tekshiruv instrumental tekshiruvlar bilan sizlarga asoslab bergan holatimizda ham ishonmaydigan, ular ochiqchasiga aytishmaydi, ishonmayman doktor bu tashxisga deyishmaydi.
biza уже necha yildan beri, mana 15-16 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, bemorlarimni ko'zidan o'qib olaman va bu holatda aytaman, men siz ko'zingizda ishonch ko'rmayapman. Shuning uchun iltimos keyingi safar boshqa shifokorga murojaat qiling deyman. Mani aytganlarimni to'g'ri bajaradigan bemorlarim juda tez vaqt ichida remissiyaga chiqishadi. Remissiyaga chiqish degani kasallikni to'xtatildi, klinik belgi yuzaga chiqmayapti va klinik laborator remissiyaga erishdik deyman. Klinik belgi to'xtadi, laborator tekshiruvlar tekshirilganda ham hech qanaqa yallig'lanish protsessi yoki bu kasallik qon quyilishi bilan kechadi va mana hech qanaqa qon quyilishi kuzatilmaydi. Ana shu holatda biza klinik laborator remissiyaga erishdik deymiz. Baribir bu kasallikni 6 oy davomida o'tkir davri bo'lgani uchun oyma-oy nazorat qilamiz, oyma-oy ovqat qo'shamiz va 6-oyda inshaalloh umumiy tartibga, ya'ni qovurilgan ovqatlarga o'tkazamiz. Qovurilgan ovqatga o'tdi degani hamma narsani yeyveradi degani emas. Biza dukkakliklarni olib tashlaymiz bunda. Dukkakliklardan qaysilarini? Fasol, loviya, chechevitsa, no'xat, mosh, bunaqa mahsulotlar allergen bo'lganligi sababli biza immun tizimimiz bunga nisbatan qanaqa javob qaytarishini bilmaymiz. Shuning uchun bu preparatlarni, bu mahsulotlarni cheklab turamiz. Xo'p, hamma shu 6 oy davomida qanaqa kasalliklar bilan kasallansa, albatta bizaga murojaat qilishadi. Shunaqa holat bo'lgan tojikistonlik bemorimlar, ularda onlayn konsultatsiya qilganmiz. Onlayn konsultatsiya qilganmiz, chunki ular homilador edilar, ham buni ustiga qizamiq bo'lib qolganlar, oldimga olib kelishga imkonlari bo'lmagan. Video vizit qilib biza konsultatsiya o'tkazganmiz, chunki farzandlari bir necha oy davomida gemorragik vaskulitdan xalos bo'la olmaganlar. Shuning uchun ham onlayn konsultatsiyaga men xo'p demayman, chunki biz nimanidir o'tkazib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun ham onlayn konsultatsiya noto'g'ri deb qabul qilaman va yuzma-yuz konsultatsiyani tanlayman. Juda imkoniyati bo'lmagan, Toshkentga yetib kelishga imkoniyati bo'lmasa, qo'ldan kelgancha onlayn konsultatsiyada yordam beraman, qaysidir shifokorning nazorati ostida albatta. Xo'p, o'shanda men bolani boshdan oyoq ko'rsatishlarini tavsiya qilgan paytim, bolani qo'llarida men yurak nuqsoniga mos o'zgarishlarni ko'rib qolganman va ularga farzandingizda shunaqa yurak nuqsoni tashxisini men gumon qilyapman dedim va tekshiruvga olib borishlarini so'radim. Va bu tekshiruvda, instrumental tekshiruvda bu tasdiqlandi va bolada gemorragik vaskulitga biza 2 oyda adashmasam remissiyaga chiqib oldik. Bola butunlay klinik laborator remissiyaga chiqdi va 3-oyi Toshkentga olib kelgan holatda bolada bezovtalik paydo bo'lgani uchun, ya'ni yurakda o'zi kattalashish bo'lgan. Chunki bu yoshgacha bolaga hech kim yurak nuqsoni tashxisini qo'ymaganligi sababli yurak nagruzkada ishlab yurgan va unda gipertrofiya deymiz, kattalashish kuzatilgan va bolada yo'tal paydo bo'ldi. Yo'talni men yurak bilan bog'ladim va bu tekshiruvlar asosida tasdiqlandi. Bu yo'tal yurakka bog'liq holatdaligini tasdiqlandi va Toshkentga olib kelindi. 3-oy operatsiyaga men ruxsat bermadim. Lekin o'ziga ishongan yaxshi mutaxassis bo'ynilariga oldilar, men qilib beraman deb. Va shu bemorimlarda operatsiya o'tkazildi, chunki bizda 6 oygacha ruxsat bera olmaymiz, o'tkir davri bo'lgani uchun. Chunki qon tomirlarini hozir shlanki misolida tushuntirdim-ku, qon tomirlar devorini mustahkamligi yaxshi emas. Yurakda katta qon tomirlar bor. Shuning uchun ham men qarshi bo'lgan edim. Lekin alhamdulillah Alloh mo'jizasi bilan shu bemorimizni operatsiyadan juda ham yaxshi chiqdilar. Xususiy klinikada o'tkazildi bu muolaja va ertasiga menga bu bolani olib kelishdi. Ana o'shandagina ko'rdim bu bolani va endi o'shandagi xursandchilikni faraz qilaveringlar. Mana shu holatda bo'ldi va biz vaksinalardan gemorragik vaskulitlarga ruxsat bermaymiz. Kamida 2 yil hech qanaqa vaksina, faqat hayotiy ko'rsatma asosida. Mana bu bemorga ham operatsiya o'tkazilmasa hayotida o'zgarishlar bo'lishi mumkin edi, shuncha operatsiyaga olindi.
A, shunaqa holat bo'lgan bemorlarim orasiga meningit tashxisi bilan bilmasdan kechqurun tez yordamda meningitni gemorragik vaskulitni toshmalari deb olib kelishgan va bu holatda bemorlarim orasiga meningit bilan kasallangan bemorni qo'shib qo'yishgan va shu holatda ham biza SESga murojaat qilganmiz. Buni o'zini qonun qoidasi tartibi bor. Hamma tekshiruvdan o'tgan va bizaga davlat tomonidan bepul, bilasizlar qanaqa bu vaksina qimmat turadi meningitga qarshi, hamma bemorlar va xodimlar hammaligi emlangan. Hatto gemorragik vaskulitda biza 2 yil vaksinatsiyaga ruxsat bermasa ham, chunki agar bemorlarim orasida bu emlanish o'tkazilmasa, ularda meningit rivojlanadigan bo'lsa, men bemorlarim yo'qotib qo'yishim ehtimoli yuqori edi. Faqat shu hayotiy ko'rsatmaga asoslangan holatdagina men vaksinatsiyaga ruxsat berdim va tez chora-tadbirlar asosida hammalarini bu vaksina bilan emlatishga majbur bo'ldim. Shunaqa hayotiy ko'rsatmalar asosidagina biza qanaqadir katta tadbirlar qo'llamasak, atak boshqa payti biza juda ham ehtiyotkor bo'lamiz. Har kuni qon ivish sistemasini ko'ramiz. Har kuni buyraklarga asorat beryaptimi yo'qmi buni ko'ramiz. Abdominal shakl, ya'ni qorin shakli rivojlanib ketmasligini ehtiyot choralarini ko'ramiz. Endi faraz qilinglar, shunaqa biza qanaqa qo'rqib, faqat reanimatsiyasi bor, klinikada davolanishi kerak bo'lgan bemorlar qanaqa qilib uy sharoitida tabiiy holatda o'tlardan, giyohlardan tayyorlangan preparatlarni uy sharoitida ichib davolanishlari mumkin. Shundan o'zinglar xulosa qilib o'tasizlar. Men aynan qaysi tabibligini aytib o'tmayman, chunki bu shaxsiyat hisoblanadi. Shaxsiyatga qarshi men hech qanaqa gap gapirmayman. Faqatgina bemorlarning xavfsizligini o'ylagan holatdagina bu holatdan xafa bo'lganim uchun sizlarga bu ma'lumotni aytib o'tib ketyapman. Xo'p, endi mana savollaringlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Vaqtimiz ortib qoldi. Bu kasallik haqida menimcha keraklicha ma'lumotga ega bo'ldinglar. Bu ma'lumotlarimiz saqlab qo'yiladi va qaysidir tanishlaringlarda, bu kimlarda bu tashxisni eshitsanglar, ularga shu efirimizni ko'rishlarini yoki Tursunova Xulkarxon kanaliga o'tib, erta vaskulit haqida 2 ta video joylaganman. Shunda ham bu kasallik haqida ma'lumotni yana ham tuganmas gapirish mumkin, cheksiz gapirish mumkin. Shuning uchun o'sha 2 ta videoimni ham ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Tursunova Xulkarxon YouTube kanalida joylangan yoki doktor Rustam Hajjayevni bu Instagram va Telegram kanallarim. Bemalol o'tib, erta ham savollaringlar bo'lsa, hozir efirda savol bera olmagan bo'lsanglar, bemalol o'tib murojaat qilishinglar mumkin. Albatta savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Va o'tgan safar men efirda aytdim, men Numa kompaniyasini preparatlarini ichib ko'raman, agar rezultatga erishsam sizlarga aytaman deb o'tgan edim. Men bir nechta preparatlarni o'qib, ko'rib, tanishib chiqdim. Shulardan birinchi bu boshlaganlarim, doim sizlarga aytaman, oshqozon ichak traktini oldin tozalash va davolash, ana undan keyin vitamin preparatlari, BAT preparatlariga o'tishinglarni tavsiya qilaman deyman. Mana men hozir o'zim qabul qilayotgan preparatim bu detox. Detoksni menga nimasi yoqdi? Tarkibi faqat ekstraktlardan. Mana sizlar hozir hammanglar murojaat qilayotgandek tabiblar ishlaydigan narsa bu o'sha ekstraktlar, batlarning ham tarkibi. Bu tabiiy mahsulotlar, ya'ni biza organizmimizda yetishmayotgan oziq-ovqatlardan o'rnini to'ldirish maqsadida foydalanadigan biologik aktiv qo'shimchalarimiz. Mana bular ham biologik aktiv qo'shimchaga to'g'ri keladi. Bu dori preparati emas. Dori preparatlarni bilasizlar, reklama qilish, tavsiya qilish mumkin emas. Bu reklama emas. Men o'zim qabul qilganim uchun sizlarga aytib o'tmoqchiman. Qabziyatdan qiynaladigan insonlar uchun. Chunki buni tarkibi mana artishok, imbir, rastaropsha, papaya, shipovnik, uzum, achchiq tarvuz,
ekstraktlardan tarkib topgan ekan. Bundan tashqari, buni tarkibida vitamin A, beta karotin, tiamin, riboflavin, xolin, ya'ni bularni sizlar tushunadigan tilda aytadigan bo'lsam, B guruh vitaminlari B1, B2, B4, B5, B6, B9, hattoki folviy kislotasi, askorbin kislotasi bor ekan, vitamin E, K, PP va boshqa elementlar bor ekan. Rostdan yaxshi ta'sir qildi. Mana o'tgan safar seshanbada olib ketgan bo'lsam, chorshanbadan ichishni boshladim. Menga yoqqan tomoni ko'p detokslar asosan ich ketishini chaqiradi. Bunda ich ketishi umuman kuzatilmaydi. Yumshoq holatda kelarkan. Shuning uchun buni ishlaydigan insonlar ham, o'qiydigan insonlar ham qabul qilsa bo'ladi. Va bolalariga dori bermasdan ichib kelishini, gijjadan xalos bo'lishini xohlaganlarga Rikkini tavsiya qilaman. Rikkini men ham o'zimni farzandlarimga berdim. Ular o'zligi yaxshi ko'rib so'rab olishdi, chunki bu marmelad shaklida ekan. Xo'p, mavzuimiz yuzasidan savollar ko'rinmayotgan bo'lsa, sizlarda paydo bo'lmagan bo'lsa, menimcha yaxshi tushundinglar va biza efirni tugatishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, salomatligiga e'tibor qaratinglar, zero orzular